Assalamu alaykum, hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamızğa xoş gəldinglar. Biz bugün i'rab dərsimizin 8-ci dərsini oxuyumuz. Biz bugünkü dərsimizdə 8-ci hadisini oxuyumuz. Bismillahirrahmanirrahim. El-hadithu-thamin. 8-ci hadis. An İbn Ömer radiyallahu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. İbn Ömer radiyallahu anhumadan haqiqatan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondaq dedi. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. İbn Ömer radıyallahu anhumadan hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Buyuruldum uruş qilishqa, jihad qilishqa kishilarga, hattaki ular guvohlik bergay, Allah'tan başqa ilah yo'q, Muhammed Allah'ın elchisi deb guvohlik bergan qadar, namoz o'qigan qadar, zakat bergan qadar urush qilishqa qildim, buyuruldum. Demak ular Allah'a işinip, namaz okup, zakat bergen kadar ular bilan urush qilishga buyuruldum. Agar ular shuni qilsa, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Saqlab qoldi ular mendan qonlarini va mollarini qana qildi, saqlab qoldi. Ya'ni chaqilmaymiz mollarga, qonlarga chaqilmaymiz illa bi haqqil islam. Faqat islomning haqqi bilan. Ya'ni islomning haqqi bilan. Namoz o'qidi, zakat berdi, ularning mallarga chaqilmaydi. Islomning haqqi bilan demoqchi o'g'ini. Namoz o'qib bo'ldi, ammo ya'ni shu jazoga tegishli ish qilib qolgan bo'lsa, islomning ko'rsatmasiga zid ish qilib qolgan bo'lsa, shu bo'yicha takkili bo'ladi. Masalan, boshqa kimning malini ilib olgan bo'lsa yoki boshqani o'ltirgan bo'lsa, ya'ni qisos ilinadi. Ammo boshqa yo'ldan qana qilmaydi. Uning qonlariga, mollariga chaqilmaydi. Va hisabuhum alallohi taala. Ularning hisobi Alloh taolaga bo'ladi. Jihadga qiziqtiradigan hadis, ammo bu hadisni to'g'ri tushunmagan vaqtimizda ba'zi oyatlar bilan zidda ko'rinib qoladi, qarmoqqa. Masalan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Payg'ambar alayhisalom deydi, men kishilar bilan ular Allohdan boshqa iloh yo'q deb iymon etmagan qadar, namoz o'qimagan qadar, zakat bermagan, urush qilishga buyurildim deydi. Bu hadis qarmoqqa xuddi hech bir da'vatsiz urush qilishni bildiradiganidek ifodalaydi. Qur'on Karimda la ikraha fid din, dinde mecburlash yo'q. Sizlarga urush qilganlarga urush qilinglar deganga o'xshash oyatlar bor. Unda bo'lsa buni qanday tushunamiz? Buni olimlar bu yerdagi an uqatilan nasga nasni mushriklar, shu vaqtdagi mushriklar deb tushunadi. Rasululloh urush ochgan mushriklar bilan ular Allohga ishonib, Muhammad rasululloh Allohning elchisi deb tasdiqlab, namoz o'qib, zakat bergan qadar urush qilishga buyurildim deb nasni mushriklar deb tushunadi. Buning dalili nima deganda Qur'on Karimda İnnen nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum degan bu oyatdagi innen nasdagi maqsad mushriklar. Sizlar kishilar sizlarga to'plandi degan bu oyatdagi butun kishilar to'planmoqlik, mushriklar to'planmoqlik. Shunga o'xshash bu yerdagi uqatilan nasdagi nasmu Makkadagi shu vaqtdagi mushriklarni ko'rsatadi deb tushundiradi. Unda bo'lsa hadisning mazmuni shu. Bu hadisda biz tarkib qo'yadigan o'rin umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Umirtudagi umira fi'l madi mabni majhul. Shunday-ku. Nimaga mabni bo'y? Sukunga mabni. Odatda fi'l madi degan nimaga mabni bo'ladi? Zibarga mabni bo'ladi. Nimishqa bu sukunga mabni bo'ldi? Chunki bu yerga domir ulashdi. Domir ulashgan vaqtida nimaga mabni bo'ldi? Sukunga mabni bo'ldi. Masalan, qala desam zibar, shunday-ku. Qultu desam-chi sukun. Shunga o'xshagan. Ta degan bu domir pashlikning o'rnida naib fa'il. Umira degan majhul fi'lning naib fa'ili. An uqatila nasdiki an zivar qildigan, fi'l mudari'ni zivar qildigan, shundaqla masdarga o'zgartiradigan an, shunga an uqatila nima qildi oxirisi zivar qildi. Uqatila fi'l mudari mansub, ya'ni zivar qilgan nim bilan an bilan. Zivarlikning alomati oshkora. Uqatil fi'l mudari dedik, shundaqo, zivar qilgan fi'l mudari dedik. Buning fa'ilichi tegidi yushrun, taqdiri ana. An-nasa maf'ulun bih nima qiladi? Zivar qiladi. Zivarlikning alomati qani oshkora zivar. An-nasa. Hatta
Bu fi'l mudari'ni qana qilgan, zar qilgan harf. Hatta yashhadu shundago. Hatta ay yashhadu deganga o'xshagan. Ya'ni yashhadu fi'l mudari' mansub. Zar qilganim bilan hatta bilan. Zvarlikning alomati qani? Oxirdagi nunning tashlanishi. Asli yashhaduna. Vocho yashhadu deb vo nimani bildiradi? Bu damir. Damir. Mabni damir, sukunga mabni damir. Bu peshqning o'rnida fa'il. Yashhadu degan fi'lning nimasi bo'ldi? Fa'il bo'ldi. Unda bo'lsa bizning bu hadisdan tarkib qo'ydigan o'rnimiz shu. Sizlarga topshiriqqa tuandik o'rin beriladi. Alla ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Bu ilgari darslarimizda chiqqan bir takror bo'lsin deb mushu mazmunni sizlarga berdim. Unda bo'lsa vaqtashlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور